qalami o'tkir. Ta'tilni qandoqroq o'tkazding? Uydagilar bilan Juxuashan teg'iga bordim. Qaytib kelib, opamni baxush qilyaptim. Ha, qandoq qilib? Men tog'da palosh qilgandim. O'tkir qalam degan ziqchini tanlabdiman. Buningdan keyin o'rganishda nihoyat tez ilgirlab ketgudekman. Ha? Bu gapingni faqatla tushunamadim-ku. Bu gul echildigan qalam degan idiom. Shunimi bilmamsan? Buning hikoyasini yana sana so'zlab beray. Li Bei Tang sulolasidagi mashhur shoir bo'lib, anglashlarga qaraganda u yosh vaqtida bunda g'alati bir tush ko'rib ekanmish. Ha, nemi degan güzel. Bu ya rastlı cennetning o'ziga. O'rab turar meni shudam. Cennet kabi güzel manzara. Ha? Hey. Navada bu sehrli qalam mening bo'lgan bo'lsa, zehnimni siyodan, dengizni siyah, osmonni qog'oz qilib, ajoyib, esil asarlarni yezib chiqqan bo'lardim. Voy, bu qalamdan gul echilyotdi-ku. Ajoyib mo'jiza bu. Rastilla baqaltisga. Ha? Aslida tush ko'rib ekanman-da. To'limi afsuslanarli ish bo'ldi. Bu tushimdan menga o'yg'onmagan bo'lsam, naqadar yaxshi bo'ladi-ya. Keyin Li Bei turmushga cho'nqur cho'kibdi. Nurg'un yerlarga berib sayohat qildi. Maqsadi tushida ko'rgan heliqi go'zal joyni tepish ekan. Bir qatim Li Bei Huangshan teg'ida sayohat qilib o'tib, tushida ko'rgan heliqi qalamni ko'ribdi. Ha? Burun tushimda ko'rgan heliqi guli echilgan qalam shu-kan-ku. Aytishlarga qaraganda Li Bei heliqi gul echiladigan qalamni ko'rgandan keyin buningdan ilhomlanib nurg'un mashhur she'rlarni yozib chiqibdi. Uning ko'plagan she'rlari avloddan avlodga tarqalib, toki bugungacha kishilarning suyib o'qishiga muyassar bo'lmoqda. Gul keltirmak, o'tkir qalam degan bu ibora o'zgacha yeziqchilik uslubini ko'rsatadi. Agar men bu tushimda heliqi qalamni ko'rgan bo'lsam, bek yaxshi bo'ladi. U chaqda men shu qalam bilan husn xat yozib, setib, beyib ketgan bo'lardim.